paytdan foydalanish. Voy! Qani apa? Mushrik. Umringdan baraka. Bir bo'lgan ekan. Bir bo'lgan ekan. Uyg'onib ketdim-a molni. Qaranglar. 699 kaloriya yozilgan-da, kilokaloriya, 700 kilokaloriya. Nima uchun oldim buni? В общем, sportga bormanglar, mayli, hech qachon sportga bormanglar. Lekin inson uchun kunlik norma kilokaloriya bordi, maksimalni 2,5 kilokaloriya. Mana shu ilova orqali shu kilokaloriyani o'lchab, bir kunda 2000, 2,5 lik ovqat yeb turib, ko'rib turib, umuman sportga bormanglar, inson semirmaydi. Chunki gaplashishimiz ham, yurish turishimiz ham kardio, bu ham sport. Ayniqsa g'iybatlashishimiz. O'shaning uchun mana shu предложениeni xohlasanglar skachat qilib olib, dunyoning любой точкasidan 2,5 kilokaloriyagacha urib nafsi tiyinglar, inson semirmaydi. Bo'ldi. Baxtli bo'linglar.